Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Media va Varyor jamoasi. Bugun sizlar bilan etanol metabolizmi, ya'ni alkogolizm haqida gaplashamiz. Dastlab organizmga tushgan etanol jigar hujayralari tomonidan metabolizmga uchratiladi. Dastlab etanol alkohol dehidrogenaza fermenti orqali atsitaldehidga aylanadi. Va bu jarayonda alkohol dehidrogenaza fermenti etanoldan vodorod ionlarini ajratib, NAD+ molekulasi qo'shadi va juda ham ko'p NADH hosil bo'ladi. Va bu jarayon jigar hujayralarining sitozorida kechadi. Hosil bo'lgan atsitaldehid galdagi navbatda aldehid dehidrogenaza fermenti orqali atsitatga aylanadi. Va bu jarayonda ham aldehid dehidrogenaza fermenti atsitaldehiddan vodorod ionlarini ajratib, NAD+ ga biriktiradi va NADH hosil qiladi. Va bu jarayon jigarning mitoxondriyasida kechadi. Juda ham ko'p etanol iste'mol qilish natijasida bu yerda nimalar o'zgaryapti? Ko'rib chiqdik, juda ham ko'p miqdorda NADH molekulalari hosil bo'ldi. Birinchi va ikkinchi reaksiya, to'g'rimi? Ana endi shu moddaning oshib ketishi, mana bu yerda yozaman. Ya'ni NADH molekulalarining soni oshib ketishi NAD+ molekularining kamayib ketishiga olib kelyapti. Va bu esa NADHning NAD+ ga bo'lgan nisbatini oshib ketishiga sabab bo'ladi. Chunki NADH molekulari oshib, NAD+ kamaydi degani, buning nisbati ham oshib ketdi degani. Ana endi shu nisbat oshganligi sababli ba'zi jarayonlar teskarisiga aylanadi va quyidagi simptomlarga sababchi bo'ladi. Bular gipoglikemiya, ya'ni qonda shakarning kamayishi. Keyingisi laktik atsidoz, bu kislotali muhitning oshib ketishi hisoblanadi. Keyingisi podagra, bu giperurikemiya holati. Keyingisi giperlipidemiya, bu qonda lipidlar miqdorining oshib ketishi. Jigar steatozi. Jigar steatozi bu jigarda yog'larning ko'p sintez bo'lishi va parchalanmasi natijasida jigarning yog' hosil bo'lishi, ya'ni yog'li jigar hosil bo'lishi. Keyingisi ketoatsidoz, keton tanachalarining ko'p hosil bo'lishi. Keyingisi alkogolik gepatit. Alkogol natijasida gepatit kelib chiqishi. Keyingisi esa oxirgisida sirroz kelib chiqyapti. Va bu simptomlar qanday kelib chiqishini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Dastlab gipoglikemiya qanday kelib chiqyapti? Biz bilardikki, ochiq jarayonda glikoneogenezda asosiy ikkita substrat bor edi. Bularning birinchisi piruvat, ikkinchisi esa oksaloasetat edi. Ana endi shu ikkita moddani glikoneogenez tomonidan emas, boshqa tomonga kirib ketish natijasida bizda gipoglikemiya kuzatiladi. Chunki organizm bizda NADHni sarflab, NAD+ hosil qilish uchun harakat qiladi. Endi qarang. Bizda normada glikoneogenezda piruvatdan oksaloasetat hosil bo'lardi. Mana endi oksaloasetat mitoxondriyadan tashqariga chiqish kerak edi, lekin bu o'z holida tashqariga chiqa olmaydi. Va shuning uchun ham bu malatga aylanish kerak. Malat dehidrogenaza fermenti orqali. Va ana endi hosil bo'lgan malat mitoxondriyadan tashqariga chiqadi va boshqatdan malat dehidrogenaza fermenti orqali oksaloasetatga aylanadi. Va ana endi mana shu oksaloasetatdan malat hosil bo'lish jarayonida ko'p buni yozamiz. Bitta NADH sarflanadi va NAD+ hosil bo'ladi. NADH sarflanadi va NAD+ hosil bo'ladi. Bu jarayon esa xuddi buni teskarisi bo'ladi. Bu yerda NAD+ molekulalariga vodorod ion qo'shish natijasida NADH hosil bo'ladi. Endi yuqorida gaplashdik. Juda ham ko'p etanol iste'mol qilish natijasida NADH ko'payib ketdi. Ana endi organizm buni to'xtatishga harakat qilyapti. Shuning uchun ham bizda malatdan oksaloasetat hosil bo'lish jarayoni ingibirlanadi va to'xtaydi. Va ana endi oksaloasetatdan malat hosil bo'lish jarayoni oshib ketyapti, to'g'rimi? Va bunda malat to'planib ketadi va oksaloasetat kamayadi. O'z navbatida piruvat ham kamayapti, to'g'rimi? Va shu natijasida bizda oksaloasetat kamayapti va glikoneogenez jarayoni ingibirlanib qolyapti. Va ana endi qonga glyukoza chiqmaydi. Va buning natijasida gipoglikemiya hosilati kuzatiladi. Biz gaplashganmiz, glikoneogenez bo'lmasa ham glikogen qonda glyukozdan normal ushlab turishi mumkin degan. Lekin juda ham ko'p etanol iste'mol qilish bu jarayonni ham sekinlashtirib yuboradi. Nega? Bizda bor edi, misol uchun glikogen
glikogen qonga ajralib glyukoza hosil qilish mumkin edi. Va glyukozani qondagi miqdori ta'minlab turardi. Lekin juda ham ko'p aroq iste'mol qiladigan insonlar juda ham kam ovqatlanadi va etanol iste'mol qilgandan so'ng juda ham ko'p harakat qiladi. Va buning natijasida glikogen zaxirasi tezlik bilan tugab ketadi. Va ana endi bizda gipoglikemiya holati kelib chiqadi. Ham glikogen zaxirasi tugadi, ham glikogenez bloklandi. Shuning natijasida gipoglikemiya holati kuzatilyapti. Ana endi laktik atsidoz qanday kuzatiladi? Laktik atsidoz bizda bor ediki, mana piruvат, to'g'rimi? Piruvат bitta yo'l orqali oksidatsiyaga kirib ketardi yoki natxash sarflanadigan reaksiyaga kirib ketishi mumkin edi. Bu jarayonda bu nima hosil qilardi? Laktat hosil qilardi. Laktat hosil qilardi. Va ana endi shu jarayonda ham bitta natxash molekulasi sarflanadi va nat plus hosil bo'ladi. Ya'ni bu jarayon ham ketishini tushundik, chunki natxash sarflanib nat plus hosil bo'lyapti. Ana endi laktatning qonda oshib ketishi bizda laktik atsidozga sabab bo'ladi. Ya'ni pH miqdori tushib ketadi. Tushundik? Laktik atsidoz qanday kelib chiqishini tushundik, gipoglikemiya qanday kelib chiqishini ham tushundik. Keyingisi podagra, ya'ni gout qanday kelib chiqyapti. Bizda hosil bo'lgan laktat ana endi organizmga chiqarib yuborilishi kerak. Mana bu joyni buyrakning proksimal kanallari deb tasavvur qilsak agar, organizmda hosil bo'lgan sidik kislota va laktat bitta transportyor orqali mana bu yerda bitta transportyor orqali sidikka chiqariladi, ya'ni ekskressiya qilinadi. Ya'ni mana bunday bo'lyapti. Laktat ham kelib shu transportyor orqali tashqariga chiqib ketyapti, sidik kislota ham kelib shu transportyor orqali sidikka chiqib ekskressiya bo'lyapti. Ana endi bizda qonda laktatning oshib ketishi bizda sidik kislota bilan raqobatlashadi va bu transportyor birinchi o'rinda laktatni chiqarib yuboradi. Laktatni tashqariga chiqarib yuboradi va bu paytda sidik kislota qonda ushlanib qoladi. Chunki u chiqib keta olmayapti. Ana endi sidik kislotaning qonda ushlanib qolishi nimaga olib keladi? Ya'ni sidik kislota tarkibida urat tuzlari bor. Giperurikemiya holatiga sabab bo'ladi. Giperurikemiya holatiga sabab bo'lyapti. Ana endi bu giperurikemiya holati shu tarkibida nima dedik? Uratlar bor dedik, to'g'rimi? Ana endi bu kristallarga aylanadi va ana endi bo'g'imlarga borib to'planadi. Bo'g'imlarga borib to'planishi natijasida quyidagi holatimiz podagra kelib chiqaradi. Dastlabki belgilari sifatida qayerda to'planadi desak, aynan qaysi bo'g'imda to'planadi desak agar, oyoqning bosh barmog'ida dastlabki sidik kislota, ya'ni urat kristallari to'plana boshlaydi. Demak, dastlabki 3 ta simptom qanday kelib chiqishini topdik. Ana endi giperlipidemiya, jigar steatozi va ketoatsidoz qanday kelib chiqishini ko'rib chiqamiz. Demak, bu 3 ta jarayonni ko'rib chiqamiz. Bizda hosil bo'lgan asetat molekulasi, ya'ni juda ham ko'p etanol iste'mol qilishimiz natijasida hosil bo'lgan asetat keyinchalik metabolizm natijasida asetil-koga aylanadi. Asetil-koga aylanadi. Ana endi bu hosil bo'lgan asetil-koga 3 ta yo'nalishga kirishi mumkin edi. Eng yaxshi, eng biladigan yo'limiz nima edi? Krebs sikli, ya'ni saykilga kirishi mumkin edi. Saykilga kirishi mumkin edi yoki ketogenezga kirishi mumkin. Va uchinchi yo'li yashil bilan keltiramiz. Yog' sinteziga safarbar qilishi mumkin. Endi bu jarayonlarning qaysi biri ketadi? Bizda juda ham ko'p natxash molekulalarning hosil bo'lishi qisqa siklda asetil-koganing kirishini unga birlab qo'yadi. Nega?
biz aytgandekki Kravets sikleti haqida gaplashganimizda regulyatsiyasi bor edi. Ana shu regulyatsiyasida bizda hosil bo'lgan ATF va NADH assilkodan tissa saykliga kirib reaksiyalar davom etishini ingiberlab qo'yardi. Va mana shu jarayonda ham NADH molekulalari bu jarayonni ingiberlab qo'yapti. Ana endi assilko tissa saykliga kira olmaydi va boshqa yo'nalishga kirishga harakat qiladi. Birinchisi yog' sintezi kiradi. Bu birinchisi aktivlanadi. Ikkinchisi ketogenezga kiradi. Ketogenezga kirish natijasida ketoatsidoz kuzatiladi. Yog' sinteziga kirish natijasida giperlipidemiya kuzatilyapti. Ya'ni yog'lar soni oshib ketyapti organizmda. Ana endi boshqa sabablardan biri. Organizmda energiya yo'q, to'g'rimi? Chunki gipoglikemiya holati kuzatilyapti. Endi bizda yog'larning beta oksidlanishi kerak. Yog'larning beta oksidlanishi, ya'ni bu yerda beta oxidation, beta oksidlanishi uchun o'zi nima qiladi? NAD plusni sarflab NADH hosil qiladigan jarayon bo'ladi. Endi bizda NADH molekulalar ko'payib ketganligi uchun bu jarayon ketmasligi kerak, to'g'rimi? Demak, bu jarayon ingiberlanib qoladi. Beta oksidlanish ingiberlanadi va yog'lar parchalanmay qoladi. Ana endi yog'lar parchalanmasligi natijasida yog'lar organizmda to'planib ketadi. Organizmda va yana qayerda? Asosan jigarda to'planib ketadi. Va buning natijasida giperlipidemiya kelib chiqyapti va ana endi yana bitta sabab yog' sintezi oshib ketdi, to'g'rimi? Bizda erkin yog' kislotalari bor. Va bizda yana bitta NADHni sarflaydigan reaksiyamiz bor. Glikoliz jarayonini ko'rgandik. Dehidroksi atseton fosfat degan molekulamiz bor edi. Ya'ni bu fruktoza 1,6 bisfosfatni parchalash natijasida dehidroksi atseton fosfat va glitseraldegid 3 fosfat parchalanadi. Va mana shu hosil bo'lgan dehidroksi atseton fosfat boshqa yo'nalishga kirishi mumkin degandik. Ya'ni glitserol 3 fosfat dehidrogenaza fermenti orqali glitserol 3 fosfatga aylanishi mumkin edi. Va bu jarayonda bitta NADH molekulasi H molekulasi sarflanadi va NAD+ hosil bo'ladi. Va ana endi bizda hosil bo'lgan glitserol 3 fosfat bilan hosil bo'lgan yog' sintezida hosil bo'lgan yog' kislotalari qo'shiladi. Yog' kislotalari qo'shiladi. Va ana endi buning natijasida bizda triglitseridlar sintezlanadi. Chunki triglitseridni strukturaviy birligi triglitserol 3 fosfat, ya'ni mana bunday bo'ladi. Mana bu yerda demak bitta uglerod qism bor, ikkita, uchta uglerod qism bor va mana bu yerda esa juda ham ko'p yog' kislotasi, uzun yog' kislotasi. Bitta glitserol 3 fosfat va yog' kislotasi, 3 ta yog' kislotasi qo'shilish natijasida triglitseridlarni hosil qilyapti. Ana endi bu triglitseridlar jigarda to'planadi va jigar statoziga sabab bo'ladi. Chunki jigar statozi kelib chiqishini ko'rib chiqdik. Giperlipidemiya, ya'ni qonda qanday qilib yog'lar miqdorining ko'payib ketishini ko'rib chiqdik. Ketoatsidozni ko'rdikki, atsilkodan ketogenez rivojlanganligi uchun organizm asosan nimadan energiya olyapti? Keton tanachalardan energiya olyapti. Va shuning uchun ham ketogenez kuchayib ketdi va ketoatsidoz kelib chiqdi. Ana endi alkogol natijasida kelib chiqqan gepatit va sirrozni gaplashib chiqamiz. Demak, gepatit kelib chiqishining asosan 3 ta sababi bor. Birinchisi, mana shu etanol metabolizmidan hosil bo'lgan atsaldegid o'zi hisoblanadi. Atsaldegid. Nega? Etanol metabolizmida nima dedik? NADH miqdori ortib ketdi. Va ana endi bu organizm uchun zararli dedik. Chunki NADH miqdori ortib ketgan natijasida asosiy metabolik yo'llar bloklanib qoldi va NADH sarflanib NAD+ hosil qilindi. Ana endi oxirida mana shu etanol metabolizmi o'zini ham organizm susaytiradi. Nega? Chunki bu jarayonda ham mana shu NAD+ sarflanib NADH hosil bo'lyapti. Organizm buni o'zini ham susaytiradi. Va asosan bu ikkita reaksiyadan oxirgisi, ya'ni aldegid dehidrogenaza fermentini susaytirib qo'yadi
Mana endi bu reaksiya ketmaganligi uchun asetaldegid organizmda juda ham ko'payib ketadi. Ana endi bu asetaldegid juda ham toksik modda bo'lganligi uchun mana shu jigar hujayralarini zararlab qo'yadi va gepatitga olib kelishi mumkin. Keyingisi, ikkinchi sababi nima? Ikkinchi sababi bu rostlarning oshib ketishi. Ya'ni reaktiv oksigen space'dan oshib ketishi. Bu qachon oshib ketadi? Biz aytdikki, etanol metabolizmi asosan sitozolda ketadi, to'g'rimi? Asosan sitozolda ketadi, lekin bizda mikrosoma va peroksomalarda ham ketishi mumkin. Ya'ni etanol kislorod bilan birgalikda reaksiyaga kirishadi va asetaldegid hosil qiladi. Asetaldegid hosil qiladi. Va bu jarayonda bitta NADFH sarflanadi. NADFH sarflanib NADF plus hosil bo'ladi. Va bu jarayonda juda ham ko'plab rostlar hosil bo'lib ketadi. Bu qayerda kechadi dedik? Sitoxrom P450 sistemasida kechyapti. Juda ham spesifik ko'rmoqchi bo'lsak agar, sitoxrom P2 Y1 sistemasida kechadi. Qaranglar, bu yerda qanday hosil bo'lyapti? Mana shu rostning miqdori qanday qilib oshib ketishini ko'ramiz. Etanol sitoxrom P450 sistemasi orqali reaksiyaga kiryapti. Bunda etanol bilan kislorod reaksiyaga kirishi natijasida asetaldegid hosil bo'lyapti va mana bu kislorod erkin radikallari hisobiga rost paydo bo'lyapti. Shunga, ana endi bu rost qanday qilib hujayrani zararlab qo'yapti? Biz aytdikki, rost hujayrani zararlash uchun ana endi bu rostlarning miqdorining ortib ketishi qanday qilib gepatitga sabab bo'lyapti? Qarang, peroksoma va mikrosomalarda etanol kislorod bilan reaksiyaga kirishib, asetaldegid hosil qildi. Ya'ni aynan sitoxrom P450 sistemasi orqali. Va bu jarayonda rostlar hosil bo'ldi va ana endi bu yerda ko'rib turamizki, NADFH sarflanib, NADF plus hosil bo'ldi. Biz aytgandikki, organizmda hosil bo'lgan rostni parchalaydigan sistema bor edi. Ya'ni bu glutadion sistemasi edi. Aynan mana shu glutadion sistemasi ishlash uchun bizda NADFH talab qilinardi. Ya'ni glutadion reduktaza fermenti bor edi. U oksidlangan glutadionni qaytarilgan glutadionga aylantirish kerak edi. Va shunda NADFH kerak edi, ya'ni kofaktorlik qilardi. Ana endi mana shu NADFH ning miqdorining kamayib ketishi, ya'ni sarflanyapti bu yerda. Kamayib ketishi rostlarni zararsizlantirilmasiga olib keladi va bu jigar hujayrlarida ko'payib ketib, gepatitga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi bu yog'li jigar hisoblanadi. Yog'li jigarning oshib ketishi. Nega? Yog'li jigarni aytdikki, biz bu yerda jigar steatozida aytdik, to'g'rimi? Jigar steatozi, ya'ni jigarda yog'larning miqdorining toshib ketishi bizda keyinchalik gepatitga sabab bo'lyapti. Shunga, qanday qilib jigar steatozi kelib chiqqanda, yuqorida gaplashdik. Aynan mana shu glitserol 3 fosfat bilan yog' kislotalari, ya'ni 3 molekula yog' kislotasi qo'shilishi natijasida triglitserid hosil bo'ldi. Va mana shu triglitseridlar yog'da mana bu jigarda ko'payib ketib qoldi va jigar steatozi kelib chiqdi. Va mana shu jigar steatozi, ya'ni yog'li jigar keyinchalik gepatitga ham sabab bo'lyapti. Ana endi serroz qanday kelib chiqadi? Serroz mana shu gepatit jarayonlarini surunkali ketish natijasida kelib chiqyapti. Surunkali ketish natijasida gepatit hujayralar chandiqlanadi va keyinchalik serrozga sabab bo'ladi. Demak, sizlar bilan gaplashgan etanol metabolizmiga oid barcha simptomlar shulardan iborat edi. Endi sizlar bilan mavzumizga oid bir nechta dori haqida gaplashib o'tamiz. Bularning birinchisi fomepizol, ikkinchisi esa disulfiram hisoblanadi. Demak, birinchi dorimiz fomepizol, bu alkohol dehidrogenaza fermentini bloklovchi dori hisoblanadi. Bu asosan qanday holatlarda qo'llaniladi? Birinchisi metanoldan zaharlanganda, ikkinchisi esa etilen glikol, ya'ni antifrizdan zaharlanganda qo'llaniladigan dori hisoblanadi. Chunki bu ikkita moddaning ham metabolizmi aynan mana shu alkohol dehidrogenaza fermenti orqali bo'ladi.
Agarda bu ikkita modda metabolizmga uchrasa, metanoldan formaldegid, etilin glikolddan esa etilin aldegid hosil bo'ladi. Va bu moddalar, hosil bo'lgan moddalar juda ham zaharli hisoblanib, hattoki formaldegid ko'rishni buzib, ko'rlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham biz fomepizoldan foydalanamiz. Yana bitta holat, bizda metanol va etilin glikolddan zaharlanganmiz, lekin bizda fomepizol dorisi yo'q. Aynan mana shu holatlarda biz etanoldan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni aroq ichib, bu moddalarning ta'sirini kamaytirishimiz mumkin. Qanday qilib? Biz aytdikki, bu ikkita modda ham xuddi etanol kabi alkohol dehidrogenaza fermenti bilan metabolizmga uchraydi va toksik modda holatiga o'tadi va organizmni zaharlab yuboradi dedi. Ana endi biz mana shu etanolni qo'llashimiz natijasida alkohol dehidrogenaza bilan reaksiya kirishib, atsaldegid hosil qiladi va alkohol dehidrogenazaning barcha effekti mana shu etanol sababli kamayib ketadi. Va ana endi mana shu metanol va etilin glikol alkohol dehidrogenaza bilan reaksiya kirisha olmaydi va o'zgarishsiz buyrak orqali ekskressiya qilib yuboriladi. Tushundingmi? Aynan mana shu aroqni ishlatilishini gaplashamiz. Demak, ikkinchi dorimiz bu disulfiram hisoblanadi. Va bu disulfiram moddamiz alkogolizmda ichishni tashlash uchun qo'llaniladi. Qanday? Bu dori asosan alkogolga qo'shib beriladi. Alkogolga qo'shib berilish natijasida quyidagi modda oshib ketadi. Qizig'i shundaki, bu modda, ya'ni bu dorini alkogolga qo'shib berilganda, ana shu ichadigan inson buni bilmasligi kerak. Nega? Hozir shuni gaplashib chiqamiz. Disulfiram bu fermentni bloklash natijasida atsaldegidning miqdori oshib ketadi. Mana shu atsaldegidning miqdorining oshib ketishi bizda simpatik nervlarni aktivlaydi va katexolaminlar soni, ya'ni sintez oshib ketadi. Katexolaminlarning sintezi oshib ketadi va bu o'z navbatida hangover simptomlarini keltirib chiqaradi. Hangover simptomlariga terlash, qizarish, ya'ni yuz va ko'krak qizarib ketadi, ko'ngil aynishi, ko'ngil aynishidan keyin qusish va oxirida yurakning tez urishi, taxikardiya kuzatiladi. Aynan mana shu disulfiram moddasini ichuvchi insonga bildirmasdan aloqaga qo'shib berganimizda xuddi mana shu simptomlar kuzatiladi va bunda inson o'ylaydiki, agarda yana aroq iste'mol qilsam, men o'lib qolishim mumkin-ku, ya'ni mana shunday simptomlar kuzatilib, o'lib qolishim mumkin-ku deb aroq ichishni to'xtatish mumkin. Shuning uchun ham qo'llaniladi. Demak, bugun etanol metabolizmi haqidagi asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.